U bu kvartirani 1939-yil tark etgandi. 70 yil o'tib uni ochishganda, ular tildan qolishdi. (1939-yil Parijdagi bu kvartira yopiq va sohibasi tomonidan tashlab ketilgandi. 70 yildan so'ng uni ochishdi. Ichkarida o'sha davrning hayratlanarli interyerini va san'atning buyuk predmetlarini topishdi. Bularning bahosi bir necha million dollarga yetardi. Faqat keyinroqgina ular kvartira aslida kimga tegishli bo'lganini bilishdi. Ko'p yillar oldin 1939-yil 23 yoshli Madame de Ferian og'ir qaror qabul qilishga va o'zining Parijdagi hashamatli kvartirasini tark etishga majbur bo'ldi. Bu Ikkinchi jahon urushi endi boshlangan paytlar edi. Balki uning jo'nab ketishi nemis soldatlari Parij tarafga harakatlana boshladi degan yangilik bilan bog'liq bo'lishi ham mumkin. U shaharni shoshilinch tark etgani aniq, chunki faqat eng zarur narsalarni o'zi bilan olgan. Kvartirada ko'p shaxsiy buyumlarni va interyer predmetlarni qoldirib, u kvartirani qulfladi va janub tarafga yo'l oldi, xavfsizroq va ozod zonaga. O'tgan yillar davomida u kvartira uchun ijara haqini to'lagan, lekin shu holicha u bu yerga qaytmadi va Parijga qayta tashrif buyurmadi. 2010-yil ayol 91 yoshida vafot etdi. Uning o'limidan so'nggina merosxo'rlar kvartira haqida xabar topishdi. Ular auksionist Olivier Chapinjanvini apartamentlardagi mulkni baholash uchun yo'llashdi. Bu yerda ko'p eski mebellar, suratlar, kitoblar va boshqa buyumlar qolgandi. Kvartira yopilganidan so'ng ko'p vaqt o'tganini hisobga olib, auksionist va uning jamoasi to kalitni burab apartamentlarni ochishmaguncha qattiq hayajonda edi. Odamlar kvartiraga kirganda hamma hayratdan yo'q ushlab qoldi. Atrof muhit go'yo muzlatib qo'yilgandi. Ular xuddi o'tmishga tushib qolgandek edi. Havo chang bilan to'lgandi va hamma joyda o'rgimchak to'ri edi. 1900-yillarning boshidagi mebel haqiqiy xazina bo'lib chiqdi. Oshxonada barcha idish-tovoq va boshqa buyumlar bor edi. Suratlar devordan yechilgandi. Go'yoki xazayka ularni keyinroq olib ketmoqchi bo'lgandek, lekin aftidan imkon tug'ilmadi. Eski hojatxona stolidan uy bekasining shaxsiy buyumlari joy olgandi. Shotkalar, shishachalar, duxilar va kosmetik vositalar bilan turli korobkachalar va budilnik. Barchasi shunday ko'rinardiki, go'yo xazayka oz muddatga chiqqan va tezda qaytmoqchi bo'lgan. Burchakda katta o'yinchoq Mickey Mouse va to'ng'izcha Porky o'tirardi. Lekin topilmalardan biri eng hayratlanarlisi bo'lib chiqdi. Kvartirada rozoy ko'ylakdagi ayol aks ettirilgan surat topildi. Keyingi tekshirishlar shuni ko'rsatdiki, bu portret kvartiraning avvalgi bekasi va Madame de Ferianning buvisi Marta de Ferianniki ekan. Va ushbu surat uydagi buyumlar ichida eng qimmati bo'lib chiqdi. Ekspertiza xulosasiga ko'ra, bu surat taniqli Italiya rassomi Giovanni Baldinining qalamiga mansub edi. Keyinroq ma'lum bo'ldiki, Marta de Ferian taniqli fransuz aktrisasi bo'lgan 1880-yillarda. U yengil hayot kechirgan, taniqli erkaklar ichida uning ko'p shaydolari bo'lgan. Bu qatorga rassomlar, bir nechta bosh vazirlar va Fransiya prezidenti ham qo'shiladi. Keyinroq Giovanni Baldinining sevgiga iqror bo'lgan maktubi ham topildi. Bu esa u nega Martaning portretini chizishga qaror qilganini tushuntirar edi. Portret 1888-yil Marta 24 yoshligida chizilgan. 2010-yil topilgandan so'ng uni auksionda 3.400.000 dollarga sotishdi. Bu rassomning barcha ishlari ichida eng qimmat surat bo'ldi. Madame de Ferianning merosxo'rlariga nega u kvartirani o'sha paytda bunday shoshilinch tark etgani ma'lum, lekin hozirgacha ko'p savollar qolyapti. Masalan, uni keyinroq bu yerga qaytishiga nima xalal bergan va nega u 70 yil davomida ijrani to'lashda davom etdi. Bu paytda kvartiraning mavjudligini qarindoshlardan sir tutgan holda. Shunisi ayonki, bu savollarga endi hech kim javob bera olmaydi. Faqatgina vaqt ta'sirini ko'rsata olmagan ajoyib topilmalardan bahramand bo'lish qolyapti xolos. Shu bilan rolik nihoyasiga yetadi. Agar kanalimizni qo'llab-quvvatlashni xohlasangiz, like bosishni unutmang va albatta kanalimizga obuna bo'ling. Ko'rishguncha xayr.